Koreyaga kelmoqchi bo'lgan har bitta inson shunaqa baland joylarga chiqib, mazza qilib aylanishni nasib qilsin. 555 metr balandlikdagi Lotte Bridge'ga chiqib ko'ramiz. Ya'ni Lotte Tower'ning eng baland o'rinda bilet olamiz. Bilet narxini oxirida aytaman. Va uzun mamnaqa ochurtga turib yo'llardan tevaga chiqamiz. Tevada liftda mamnaqa chiroyli atmosfera bilan sizni 117-etajga olib chiqib qo'yadi va chiqishingiz bilan mana bunaqa chiroyli view sizni kutib oladi. Va 117-etajda siz ism familiyangizni yozdirib registratsiya qildirasiz va sizga maxsus kiyimlar berishadi. Maxsus kiyimlar bilan birga shunaqa beltlar taqib qo'yishadi xavfsizlik uchun. Va zinalar orqali sekin yuqoriga ko'tarilasiz. Bu balandlikni go'zalligini sizga til bilan ta'riflab bera olmayman. Va yuqorida rasmga tushish uchun bitta ko'prikdan o'tiladi. Juda kuchli shamol va qo'rquv sizni bir vaqtning o'zida ikkitasi qamrab oladi. Va ko'prikning o'rtasiga kelganingizda sizni rasmga olib qo'yishadi. Birma-bir hamma rasmga tushib bo'lgandan so'ng sizga free time beriladi. Ya'ni xohlagan joyingizga xohlagan videolarni olsangiz bo'ladi. Mazza qilib kuchli emotsiyalarni oldim va pastga tushganimizdan so'ng bizga mamnaqa sertifikat berishdi. Ya'ni eng baland joyga chiqdingiz degan va yuqorida tushgan rasmlaringizni ikkitasini tanlab olsangiz bo'lar ekan va mamnaqa qilib o'zlari kartinkaga solib berishar ekan. Qo'shimcha har bir rasm uchun 5000 won olishar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bu arziydimi? Albatta siz ham bu yerga chiqib ko'ring. Obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni saqlab birga kelmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.